Barchaga xayrli kun do'stlar. Oxiri oqibat shu videogacha yetib keldinglar. Lekin bugungi video mavzusi juda qiziq bo'ladi. Bugungi mehmonimizni deyarli 80% xalq, o'zbek xalqi taniydi. Uylari Yashnobod tumanida joylashgan va landshaft jarayonlarini barchasini sizlarga ko'rsatamiz. Orqamizda mijozimizning tovarlari chiqib ketyapti hozir. Hozirchalik aytmay turaman kim ekanligini, uylariga borganda intervyuni boshlagan paytimizda bilib olasizlar. Do'stlar, aytgan mijozimizning uylariga yetib keldik. Mana xonadonlari, hozir o'zlarini chaqiramiz. Ko'rinib turibdilar bizani kutib. O'ylashimcha bittada taniysizlar kimligini. Assalomu alaykum. Keling tushing, biza keldik. Ha, yaxshi, rahmat. Biz o'zi sir tutib sizni kimligingizni oldindan aytmadik-da. Mana hozir kuzatuvchilar sirazu ko'rib, pamo'ni tanidi sizni. Men. Assalomu alaykum. Qadrich, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Xudoga shukr. Ra'no opa, hozir bu bizda endi vlog format. Biz endi hech qanaqa narsa qirqmasdan tabiiy ko'rsatishga harakat qilamiz. Ish jarayonlari, bo'layotgan narsalarni sizga hozir gapirib berib ko'rsataman-da. Keyin o'zingiz fikrlaringiz, xulosalaringizni ham aytib borasiz. Mayli. Zo'r. Men maqbullada uncha tushunmayman-u. O'zi prosta ko'zim quvonsin deb ekanman, lekin afsuski hamma nimalarini bilmayman, nomlarini ham. Ra'no opa, o'zi qatdan qiziqish paydo bo'lib qoldi, sirazu landshaft qilaman deb xayol qatdan kelib qoldi? Biz endi bolalikdan, endi bilasiz, asosiy buvlarimizni hovlilari katta hovlilar bo'lgan. Ularda hamma narsa ekinli, chiroyli, har doim o'zi adam ham uzumzor bo'lgan. Bizda Samarqandda hovlida va adam juda ham ko'p kesib, o'zlari shug'ullanardilar. O'shaning uchun o'zi chiroyli tabiat, atrofimdagi o'sha joylarim chiroyli, go'zal bo'lsa, men ko'zim quvonadi. Qanaqadir motivatsiya olaman, ana vdохновение deydi-ku. Shunaqa ijodkor odamga, ha, yanada ham atrofingiz go'zal bo'lishi kerak. Men uchun bu muhim. Ha. Keyin o'zi oldinlari do'da bularimizni mevali daraxtlar ekib, misol sizda mevali daraxtlar bo'lganmi oldin, o'zi ekishganmi xonadonga? Yo'q, u hovlilarda, ha, buvlarim hovlisida. Lekin mana ko'pincha sporniy вопрос bo'ladi-da. Mevali daraxt ekaymi yoki dekorativniy daraxtlarmi? Bu masalan hech qanaqa meva bermaydi-da, lekin bu chiroyli bo'lib turadi, hid beradi, ko'rkam qilib turadi joyingizni. Lekin mevali daraxtlar ko'pincha mana barim qolib ketgan, milliyligim ham qolsin, kulturam deydi-da, mevali daraxtni ham ekib qo'yadi, misol. Shunaqa joylari ham bo'ladi. Endi ba'zida shunaqa mijozlarimiz chiqqanda, biza shunaqa holatlar bo'lgan. Yeri bo'lsa, misol oilari mevali narsa xohlayapti, yosh er-xotin dekorativni Yevropa qilishni xohlashyapti. Ikkalovini ikkiga bo'lib, shunaqa landshaft qilib bergan paytlarimiz ham bo'lgan. Yo'q, men endi shaxsan o'zim haqimda gapiraman, chunki meni joyim unaqa katta emas. Endi mevali daraxtga baribir sal kenglik kerak, chunki uni o'sib mevasi berish uchun joy kerak. Lekin joyim bor. Domim oldida, lekin aynan uy tagida mana bunaqa oilaviy biz yig'ilishib juda ko'p yaxshi ko'ramiz. O'zi ikkita farzand bo'lsak ham, akam bilan men, bizda farzandlarimiz ko'p, nevaralar ko'p va xohlardimki, mana shu yerda yig'ilishib o'tirganda dasturxon atrofida mana bunaqa landshaft bo'lsa, yanada ham chiroyli bo'ladi. Keyin o'zi Ra'no opa o'zi ahamiyat berdi. Bizning gullardan tashqari o'zida ham gullar bo'lgan ekan. Bo'lgan. Arizonikalar bo'lgan ekan sizda. Mana arizonikani o'zi hidi o'tkir bilasiz, bilsangiz kerak. Ha. Misol o'shaning uchun buni ekkanman. Mana bunaqa qilsa, yana ham o'zi hidi kuchli chiqadi. Suv quyganingizda yana ham hidi o'tkir chiqadi. Xvoyni baribir boshqacha bo'ladi. Odamni uspokoyis qiladi. Ha, o'zi spetsialniy shundalarni ekkanmiz. Ko'pincha xvoyni nimalarim ko'p bo'lgan. Keyin mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, bularni hozir strishka ham qilamiz. Bolalarga aytdim. Mana buni strishka qilishdi. Masalan, bu strishka qilinmagan. Ha, o'sib ketdi. Endi misol strishka qilgandan keyin kichkina ko'rinib qoladi-da, qancha ko'p kessa, shuncha ko'p mana oralari bor-u, to'lib qoladi. Plotniy. Misol, hozir mana bu siriyada buningiz. Agar buni kessangiz, yonidan yana 2-3 ta chiqadi. Yana ham plotniylashadi. Qanchalik bu plotniy bo'lsa, shunchalik hidi ko'p chiqadi. O'zi men bolaligimda adam ko'p o'zlari bog'bonlik qilardilar-da. O'sha o'zlarining bolalik hovlilarida va
lisi qilib qo'yardilar-da ko'p Ha, narsani, ha, daraxtlarni uzumlarni nima qilib qo'ydingiz desam, qara, hozir jonlanib, yana ham o'ziga kelib, to'lib, To'g'ri. barglari chiroyli chiqadi Shunaqa. derdilar-da. Siz ham shu narsani menga Xudo tushuntirib xohlasa berasiz. zo'r bo'lib, yana ham pishni bo'ladi. Xudo Keyin bu xohlasa. yerda biza kompozitsiya qilyapmiz. Aha. Bu yerda yaponskiy stil qilib, misol har xil landshaft turlari bor. Simmetriya qilsa bo'ladi. Misol bu yerga bitta daraxtni ekdingizmi, ikkinchi tarafga ham o'sha daraxtni ekib simmetrichni qilsa bo'ladi. Aslida более живопись bo'lish uchun qanaqadir yaponskiy stilda shunaqaki, angliskiy stil ham bor landshaftda smeshenniy gullar ekilinadi. Smeshenniy ekilgani hamma narsa zich ekilganda qanaqa boshqacha необычный vid paydo bo'ladi. Angliskiy landshaft bo'ladi. Mana bu bizada Magnolia stellata, hozir mana ekadigan daraxt. Rosa xohlavatdim Bu shuni. zo'r daraxt bu ham. Rosa Lekin bu xohlavatdim. vaqtinchalik, chunki gullab turishi 2 oy, 1,5 oy gullaydi, keyin shox bo'lib turadi. Shunisi bor. Bilaman-da. Lekin 1,5 oy, 2 oy kutishga arziydi. Bir yil Arziydi, mana shu gulni juda ko'rish uchun. boshqacha go'zal bo'ladi bu daraxt. Mana ham aytdim, nima bo'lsa qat'iy nazar, menga bir marta bo'lsa ham gullab bersin, mazza qilib tomosha qiling deyman-da. Keyin bizada bu yerda xovonilar mana вечный зеленый ishlatyapmiz. Xudo xohlasa. Buni ham o'zi ekkan ekansiz oldin. Ha, oldin ekkan. O'zi o'zingizning ham vkusingiz yaxshi ekan. O'z bilib har xil narsalar ekib, chiroyli kompozitsiya qilib qo'yasiz. Bu ham eski o'zingizni tanlagan narsa. Buni ham strishka qilib berishadi, aytaman, chiroyli qilib, forma qilibdi. Orqada mana biza shifalera ishlatyapmiz, devor qilib. Bular Fatinya Fraseri Red Robin oti, вечный зеленый. Yangi bay chiqarganda qizil bo'lib chiqaradi. Eski bay yashil bo'lib turadi. Oppoq bo'lib gullaydi. Ko'rasizmi, shu gullayapti ekan. Bir oydan keyin oppoq bo'lib gullab turadi shetingiz. Lekin men shuning uchun kattakon rahmat demoqchiman. Buni sizlar tavsiya berdinglar menga. Men bu devor qilish, baribir qo'shnidan ozgina bo'lsa ham yopib, to'sqinlik qilib, bemalol hovlida o'tirishimiz uchun buning uchun kattakon rahmat sizlarga lekin. Keyin yana bitta narsa aytib o'taman. Fatinyani asalarilarni ko'p chaqiradi, arini. Mana oppoq bo'lib gullayapti-yu, gullaydi. Bu ari chaqiradi. Ari qancha ko'p bo'lsa sizni bog'ingizda, shunchalik mana bu magnoliyalar, boshqa mana gullaringiz ham gullaydigan, bular tezroq gullaydi, zo'rroq gullaydi. Changitib yuradi. Bu o'ziga ko'p arilarni manit qiladi, bu Fatinya. Shundan qo'rqib lekin mayli. Zato hovlingiz chiroyli bo'ladi. Da, hovlim chiroyli. Gullardan lavanda mana gullari ham zo'r, o'zi kustarni. Buni ham hidi juda o'tkir mana. Ko'rsangiz bo'ladi, zo'r hidi buni. Bu ham miyata вообще zo'r. Keyin suv berganingizda xuddi shu hid kelib turadi. Juda mazali. Yana bitta narsa, buni bemalol bargini yulib, mana hozir men yulgandek, buni qo'rqish shart emas, chunki bu gullab ketaveradi, chiqaveradi. Buni bayini yulib bemalol choy ichiga ham sovorsangiz bo'ladi, aralashtirib, aromat berdirsangiz bo'ladi. Oddiy misol. Men hozir siqilib turuvdim, mana bunaqa yulib yuborsangiz. Yo'q, siqilmang. Bu ekkaningizdan keyin bu naborot lavanda, rozmarin bular pishvoy hisoblanadi o'zi. Mana buni qimmat restoranlarda, mana oddiy misol Arizonikani ham qimmat restoranlar choylarni 100 ming, 200 ming qilib sotishadi-yu, olishadi, shuni ichiga solib aralashtirib olib berib yuborishadi. Mana shunaqa qilaman endi, deb bo'lsam. Aromat berib turadi. Shunaqa qilib ham foydalansangiz bo'ladi bundan. Bular Fatinya boshqacha sorti faqat. Narigi Fatinyani bu boshqa sorti. Qizil-a bu? Ha, bu qizil sorti. Bargi ko'rasin boshqacharoq, farq qiladi undan. Bu Korea Roach sorti. Keyin bu ham sizniki, по-моему, o'zingizniki. Bizniki bu. Shapchika bo'lib tursin degan. Atirgul, vyushchi atirgullar qo'yishibdi. Orqada bu shtobi bir-biriga zichlashib, tirmashib ketish uchun kelajakda. Mana shunga reja qildinglar, to'g'rimi? Da, men buni yopish uchun keyinchalik, chunki bu quyosh bu yerdan quyosh chiqadi, bu yerga botadi. O'shaning uchun sizga bizada Nargiz opa mutaxassisimiz o'zi konsultatsiya berib, landshaft bo'yicha gaplashganlar-yu. Baraka topishsin, shunaqa ko'p yaxshi konsultatsiyalar berishdi, chunki men bu quyosh bo'yicha qaysi turlari mana вечный зеленый bo'lib turishi kerak edi men uchun. Keyin men bu yerda quyosh bo'lishga uradigan joyiga gullar xohladim. Xullas, shunaqa spetsialistlar zo'r tavsiyalar berishdi. Xudo xolasa endi ozgina ishi qoldi. O'zi mana dendrologiya degan fan bor-da, spetsialni mana shu quyosh qatdan chiqishi, soya qatga qaysi gul ekishi o'rganadigan fan. Endi biz o'zimiz xodimlarni o'rgatib, ustida ishlab, izuchat qilamiz-da. Baram shuning ichida yurganimizdan keyin bilishimiz kerak, to'g'ri konsultatsiya berish. Chunki nimaga bunga ahamiyat berdim? Bu ozgina landshaft qilganim 2 yil oldin edi va bir ikkita nima deydi, rasteniyalarım yashamadi, o'lib qoldi. Qaysidiriga suv yoqmadi, qaysidiriga quyosh yoqmadi, kuyib ketdi, qaysidiriga quyosh yetmadi. Shu bilan Nargiza xonimlar, o'sha sizlarning spetsialistingiz bilan juda ham har bitta
bitta o'sadigan narsa uchun Da. prям досконально gaplashib hal qildik. Xudo xohlasa endi rezultatini Xudo ko'ramiz. xohlasa yana Ra'no opa bundan buyog'iga bir marta siz bilan ishlab xayrlashmas, uzoq yillar birga любой payt xohlasa. konsultatsiya kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqsangiz har doim xizmatda bo'lamiz. Misol biza klientlarga faqat sotib chiqib ketmaymiz. Biza gruppa ochilgan, mana proyektni gruppa ochganmiz. Proyektni gruppada ertaga 2-3 oydan keyin ham yozsangiz bo'ladi. Misol, mani gulim yomon bo'lyapti, Nargiz nima qilsam bo'ladi? Baribir bu живой narsa-da. Shunda Nargiz har doim konsultatsiya berib, kerak bo'lsa o'zligi ham odamni yuboramiz. Dorilab ketadi, udobрение qilish Bu kerak juda bo'lsa. muhim. Bu bizlar uchun juda Shunaqa. muhim, chunki biz tushunmasak bu narsani, Shunaqa. daraxtlar kasal bo'lishi bor. Обязательно siz bilan связda bo'lamiz. Rahmat. Отношенияni ushlab turamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa shunaqa qilinglar, tashlab qo'ymanglar, chunki Bo'ldi. bilaman bu har bitta Da. sezonda bu narsani parvarish qilish kerak, e'tibor qilish kerak, yanada ham chiroyli bo'lishi uchun va shunaqa xizmat borligidan men juda ham xursandman. Rahmat. Ra'no opa xudo xohlasa bolalar 2-3 soat ichida yana bitiradi ishlarni. Bitirib bo'lishgandan keyin ham bitta ko'rsatamiz holatni, qanaqa bo'ldi, postli holatini. Albatta. Bitta o'zi fikrlaringizni ham bersangiz, o'zi bizning ishdan qanaqa ko'nglingiz to'ydimi, boshqalarga ham maslahat bera olasizmi bahor gullarini? Bilasizmi, bitta narsadan boshlamoqchiman. O'zi ko'pincha bilaman, landshaftniy dizaynerlar yoki hovlisiga, o'zi shaxsiy hovlisiga qilishadi yoki qanaqadir korxonani atrofiga, lekin ko'pincha domni tagida kamdan kam qilishadi va bu narsadan juda ham siqilib qolaman. To'g'ri, balkim hammada ham unaqa katta joyi yo'qdir, lekin xohlardimki har bitta domni tagida o'sha uy egasi e'tiborli bo'lib, mana shunaqa bahor gullariga o'xshagan kompaniyaga murojaat qilib va atrofingizni ozgina go'zallashtirsak, hayotimiz ham go'zal bo'ladi. Va sizlarga kattakon rahmat demoqchiman. Shunchalik e'tibor bilan bir og'iz gapim bilan shuncha ish bo'lib ketdi va men o'ylaymanki, bu nafaqat meni ko'zimni quvontirasizlar, har bitta o'tib ketayotgan inson, bu yerda domda yashayotgan har bitta qo'shni men o'ylaymanki qarab ko'zi quvonadi va sizlarga ishingizga omad tilab qolaman. Bu gul, bu hayot, daraxt, bu bizning kelajagimiz va har bir inson men o'ylaymanki hayotida bitta bo'lsa ham daraxt ekib qo'yish kerak. Nafaqat erkaklar deyshadi, lekin men o'ylaymanki har bir inson daraxt ekib va atrofini gullab, chiroyli qilib bezatib yurish kerak va hammanglarga omad tilab qolaman va murojaat qilinglar. Uyinglar, xonadoninglarga fayz, baraka kirsin va har bir xonadonda farzandlarimizni kulgi aramasin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. Rahmat kattakon Ra'no opa sizga. Sizlarga Xizmatimiz yoqqanidan xursandmiz. Rahmat. Rahmat. Do'stlar, agar shunaqa videolar ko'proq bo'lishini xohlasanglar, ish jarayonlarini ko'rsatishimizni videoga like bosinglar. Keyingi videolar qanaqa bo'lishini xohlardinglar, yana kommentariyada ham yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.